Baho bechara bilan itri yo'qlar. Assalomu alaykum Baho. Alaykum, boshingiz zo'r. Ha, zo'r. A bular aqranalaringizmi? Aqran emas bular. Bank xodimlari. O'zi ham 4 ta bankdan kredit olganman. Qochib ketib qolmasin deb, to'niga orqamdan yurishadi shu ovozlar. Mahalladan chiqolmayman, zapretdaman. Baho aka, shu sizning uyingizmi? Yo'q, bu mahallaning eski choyxonasi. Shu tashab turibman hozir. Qanaqa bizneslaringiz bor yana? Voh, mebel biznesim bor. Suv biznesim bor. Mashina bizneslarim bor. Sir bo'lmasa, qancha daromad olib keladi yiliga? Daromad yo'q. Nega daromad yo'q? Hali boshlamaganman de. Baho aka, 1-milyoningizni qachon topgansiz? O'tgan kuni topdim. Naqd ko'rishdami yo bankdami? Miyamda yech olsam bo'ldi. Hozirgi yoshlarga motivatsiya bo'lish uchun bitta gap ayting. Mana kuni kecha mahallamizni peshasi bittasi urib tashlabdi. Yaxshi emas-ku. Nima qilish kerak? Xullas, 5 ga 1 urmalaring. Erkin ish emas. Bari qoch ketdi masalada bir kun. Xo'p, Baho aka, ko'rsatuvimizning qoidasi bor. Eng zo'r komment yozganga nima sovg'a berasiz? Eng zo'r komment yozgan odamga hamma kreditimni shundoq berib yuboraman. Bu sizlarga bo'lsa. Baho aka, oxirgi savolim, pul baxt olib keladimi? Bitta nom bersang aytaman. Matizm arendasini to'lolmayman-da. Qallob arendator telefon qiyotibdi. Bu meni ibratli videoni ko'rdingmi? Mashina qilsa arendingdan kechib yuboradi. Qani bir kallang qimirlatib ko'rchi. U o'xshayapti. Keling, boyim. Assalomu alaykum, boyim. Boy akam, amomayaptimi-dilar? Hozir chaqirib beraman. Arenda pulini olib keldim. O'zim chaqirib olaman. Boy aka, Nima uchun aqirmasin? Yo, o'zing o'chsin sen. boy aka, arenda pulini olib keldim. Sen menga sadaqa beryapsanmi? Topganimni olib keldim, sharoitim shu, boy aka. Ha, sen meni ibratli videoni ko'rib qoldingmi? Ko'rdim, boy aka. Endi hozir men xuddi shunaqa qilib pul olib qolib, mashinani senga berib olishim kerak. Ha, boy aka. Tu, mana mashina joyiga qo'yib qo'y. Qoravoy, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Ha, oting oldi, sigaret chekma. Balala. Ustoz, shuncha isqir tishli qilsa ham hech qo'lga tushmadi-ku. Qoravoy, bir gap unutmagin. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqala, damasini tuzatib beringlar. Yo. O'pili reper keldi-yu. O'zi isqir ustasiz, tag'in pul yo'q olasiz, ustoz. Repermisan? Qani bitta yengsan bo'lsin-chi? Ustalar yaramas, to'piq napas, damas tuzatish dallaga emas. Yo. Ha, endi oshirordik. Ko'pdan masini tuzatish kerak. Shu damas zadniy mo'sti g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Ha, bo'ldi 3 million bo'ladi. Undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? O reper. Eshitding, nima jin bo'lib qo'ya, bilasanmi? Yo'q. O damas haydaganda zadniy mo'zi g'ullab urib, miyasigacha berib tashigan. Ha, keyin jinni bo'lib qo'ya. Mayli, menigini almashtirib bering unda. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy poy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz zatni mo'sti ichiymi? Jinnimiz, ha? Ha, ustozimning bir apilka usuli bo'lardi. Ha, shu apilkani zadniy mo'stiga solib qo'yamiz. Ha, moy bilan aralashib quyulashadimi? Ha, keyin hech qanaqa g'ung'ulagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqirt usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi? Siz tergovchi bo'lasizmi? Hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin birga uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoldi. Shundan shuni yamattirib keling. Reper, sen chalisni ko'ryapsanmi? Ha, Kussoni kemasini ko'rganmiz? Ha? O'shani radiatorni biz yemaganmiz. Ha, pulni begina qilib naqasa. O'zimiz qilib beramiz. Borib. Ustoz, radiatorni yechiymi? Jinnimiz apilkani olib kel. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da. Apilkada teshiklarni yopib qo'yadimi? Ha, suv oqmaydi. Ha, bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Yo, mashina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Siz qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytdan beri o'tiribman. Zabalku. Ustoz, qo'lga tushdi-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingnamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz. Qo'shni zavat bo'ldimi? Zavat bo'ldi. Mashinasiga qaramaydigan bola. Yo'q, qo'shni akkumulyator qani? Ha, mashinani o'chirib qo'ymasangiz, akkumulyator kerak-ku. Kech-kech yursangiz ham bo'laveradi. Qo'shni xarob qildingiz-da odam. Har kuni ertalab uyg'otasiz, zavat qolaydi. Yangi akkumulyator olib oling. Bu gapingiz ham to'g'ri. Bo'pti, o'zingizga qachon yangi akkumulyator olasiz? Nima edi? Eskisini bunga qo'yamiz. Qo'yasiz. Mashina tayyor. Bittimi o'rtoq? O'tir ketdi.
Sideni qani? Sideni yo'q. Men tabletga o'tib, baloni ketasan, ko'char tomosha qilaman. O'rto, sana mashinangga hech qaramading. Men Marxon nimaga? Ha, bugun yomg'ir bergan. Ha, dvorning motorchigi ishlamayapti. Ha, mabodo yomg'ir yog'ib qolsa, sen chapga o'ngga ketasan. Mabodo yomg'ir tezlashsa, sen ham tezlashasan. O'san. Bu salonni shlanka bilan baklashga nima qilyapti? Benzinmi? Bakchir tushib qo'yam. Shuning uchun shlanka ulab qo'yganman. Buni ezorichi shlanka saqisi rasxod kamayadi. Yana yetib ham keldik. Nomering qara, zo'rligini puliga spark beradi. Olsang-chi. Ching emasan? Ha, bu mashina adamni raddonni olib chiqqan. Ha, keyin meni olib chiqqan. Endi o'g'limni raddonni olib chiqadi-yu. Bo'pti, mashinangga qulab kiramiz. Ha, katta mavali. Ana bo'ldi. Voy, baklashga qulab olsam, kalitingni qopqoni o'g'irlab ketsa-chi? Sodda ya, hallaqma. Ahmoq. Hammani kadli ko'p-ku. Do'da. O'rtam mashinalar qimmat payti mashbatingizni $300 dan 40 oyga arendaga olganman. Jonimga tegib ketdi. Yur, qallob arendatorga topshirib kelaylik. Yur ketdik. Anaqa Matiz'ni olib qoling, bergan 10 oy arenda puliga roziman. Ya, 10 oy qadam mashina topshirib keturasanmi? Ha, oyni nima ish qiladi o'zi? Havaskor aktyormi? Kerak. Ha, oyni ko'rasan, ahmoqlik qildi. Ha, shuncha qolgan san haydab qo'ygin, keyin oxirida mashina sotib, pulini bo'lishib olrasanlar. Kira qilib aktyor bo'la olmayman de. Ya, nima san? Endi aktyor Shohruh. Jonim deganiga mashg'ul ketgan bo'lsam, nima deyapti? Har kuni kinolarga 2 soat kira qilgan, keyin yuzi tanish bo'lib odamlarga mashg'ul ketganda, san ham balki Shohruh bo'lib ketarsan. Unda o'zing qolgan to'lab qo'ya qolaman. Jon, ketdi, ovqatlanib kelaylik. Asal, o'zi arendamni to'la olmayapman. Undan ko'ra yur topshirib kelaylik shu Matiz'ni. Bo'pti, ketdi. Bergan 10 oy arendamga roziman. Syomkalarimga ulgura olmayapman. Undan ko'ra olib qo'ya qoling. Sen ham tez taslim bo'lib qolgansan. O'tgan yoqqa. Siz sevgan qizi bo'lsangiz kerak. Nima ish qilasiz? Uyda zakazga ovqat pishiraman. Ana, nima hind aktyor Shohruhga o'zini mashg'ul bo'lib qolgan bo'lsa, nima deyapti? U yurgan kinoda kajol bilan kayf qilib, uni xotini har kuni kira qilib, pul bilan ta'minlab qo'ygan. Agar siz ham bo'lajak eringizni mashhur bo'lishini xohlasangiz, mashinani oxirigacha haydab qo'yasiz. Mayli, haydab qo'yaman. Faqat oxirida mashina sotgan mana bitta sherigi bor. O'sha bilan pul bo'lishib olasizlar. Ukam vaqting bormi? Opa, nima qilish kerak? Yurman mashinani arendatorga topshirib kelaylik. Yana qolganini haydab qo'ygin desa, ko'nib o'tirmang-a. Nima men sizga o'qimanmi? Emas, seni ogohlantirgandim. Nimaga olding o'zi? Bilmadim, qanaqa aldanib qolganimni. 10 oy ekan, to'la o'ramiz, opa. Amallar 4 o'g'lon shu mashinadan qutulib qo'ydilar. Hozir bu mashina endi bozorga olib chiqsalaring 1,5 mingdan ko'piga olib qolmaydi. Shuning uchun men insof bilan 2 mingga sotib olaman. Voy, 10 oyda $3,000 to'lab, qo'limizga $500 dan tegyaptimi? Nechesini? Nohaqlik, qalloblik-ku. Chimballaringni, bo'pti. Hozir sizlarga bu $500 dan bo'lsalaring, bir tinchlik qilib olasanlar. Shuning uchun $2,000 bermayman-da. Buni shapka qilib olib qolib, orqangda Cobalt sizlarga beraman. Har bitta 10 oyda $500 to'lab berasanlar. Mayli. Anaqa, bizni to'lashga qiynalib qolamiz sizlarga. Yana bitta og'aylarni olib kela qolaring. Orzuligicha qolmaydi. Ham mashinalar bizib tursa bas. Bilsin. Ustoz, yig'ib qo'ygan galovkalarimiz 70 kiloga yetmayapti. Bitta lasetniki bo'lsa, saunada kayf qilardik. Qoravoy, saunaga borgin kelyaptimi? Jicha qistir. Ya, ana galovka keldi. Hozir. Okalar, mashinamni dvorniki ishlamayapti. Tuzatib beringlar. Yana xuddi shunaqa muammo edi. Buni galovkasi ketgan. Yangi galovka qo'yish kerak. Ish qiyinroq ekan, keyin qildiraman. Menga qara, Titanik nimaga cho'kib ketganini bilasanmi? Yo'q. Sho'tga dvorni ishlamagan. Kapitan yo'lni ko'rmay bormi zo'rga? Cho'kib ketgandek. Nima qilishim kerak? Yangi galovka olib ketdingmi? Chop borabki. Ustoz, yomon ilonni yog'ini yalagan isqirtsiz-da. Qoravoy, saunaga galovka ketmayapti, deyaptimi? Qani bir tortib ko'rsin. Ustoz, bitta Matiz'ni korobkasi bo'lsa zo'r bo'lardi, yetmayapti. Ustoz, nimaga biz metallom yig'uramiz? Qoravoy, metallondan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Bor. O'labi. Aqala, pechka ishlamayapti, shuni tuzatib beringlar. Voy, onasini yersa, Qoravoy yana xuddi shu muammo. Korobka ketgan. Pechka korobkaga aloqasi yo'q shakil. Ya, Titanikda odamlar nimaga suvda muzlab bo'lgan, bilasanmi? Yo'q. Titanik pechkasi ishlamagan. Ishlaganda suv iluv bo'larmidi? Odamlar o'lmas edi. Men nima qilay unda? Bor korobka olib keltirmay. Ustoz, yomon ko'zingizni yummasdan aldingiz-da. Galovkani ham sotdik, korobkani ham